إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Assalomu alaykum hurmatli aziz musulmon birodarlar. Mana Ramazon oqshomida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mashhur sahobalarining hayoti bilan va shu islom tarixida o'tgan buyuk insonlarning hayoti bilan tanishtirib kelayotgan edik. Bugun ham shu islom tarixida o'tgan, bashariyat tarixida o'tgan Maryam binti Imron hayoti bilan darsimizni davom ettirmoqchi edik, lekin bugun mavzuni o'zgartiramiz. Va bu mavzuni o'zgartirishligimizning sababi, masalan, har xil mavzular bo'lsa, odamlarda sal zerikish ham bo'lmaydi. Bugungi mavzuyimiz boy bo'lish haqida. Aynan bu mavzuni bugun tanlashligimizning sababi ham kecha bir yigit shu yerga keldi. Kelib aytdiki, shu 2 yil oldin bitta hadis aytgansiz. 2 yil oldin mana shu minbarda turib bir hadis aytganmiz. Buni 2 yil oldin shu yerda talaba o'qiganlarda esida bo'lsa kerak. Shu aytgandingiz, shu hadisga amal qildim. Ixlos qildimda amal qildim. Qarzim bor edi. Qarzimdan ham qutulib ketdim. Keyin boyib ham ketdim, ya'ni pul oshindim. Shuni yana bir marta aytib bersangiz, men hayotimda shuni tajriba qilib ko'rdim, boyidim. Boshqa birodarlar ham shunga amal qilib, shoyat boyib ketsa ajomas dedi. Keyin o'ylanib qoldik. Haqiqatan hozir bir iqtisodiy tanglik, savdolar yo'q, hamma shikoyatda. Ajomas endi odamlar shunga amal qilib boyib ketsa degan maqsadda shu hadisda o'tmoqchimiz. Innal insana li hubbil khayr la shadid. Albatta inson baribir dunyoni yaxshi ko'radi. Insonning tabiatida bor bu. Alloh taolo qilib qo'ygan. Yo boylikni yomon ko'radiganlar ham bormi? Yo'q, mana ovoz ham chiqmaydi. Ko'ngilchidan aytib qo'ymaydi hech kim. Alloh taolo qalbga muhabbatini qo'yib qo'ygan. Zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minaz-zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya. Vallohu indahu husnul ma'ab. Oli Imronda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, odamlarga hubbu shahavat, dunyo shahvatlarini yaxshi ko'rishlik ziynatli qilib ko'rsatildi. Alloh taolo bizga qo'yib qo'ygan buni gavhar qilib. Odamlar dunyoni yaxshi ko'radi. Minan nisa, ayollarda. Ayollar ham shahvatlardan. Val banin, farzandlar bilan, o'g'il, qiz. Val qanatiril muqantara, qanatil muqantara. Shu oltin kumushlari ko'p-ko'p uyumini yaxshi ko'radi. Ya'ni ko'p puli bo'lsa hamma yaxshi ko'radi. Val khaylil musawwama, shunaqangi tez chopadigan otlar, mashinalar, Mercedes, BMW hamma yaxshi ko'radi. Lexus kim yomon ko'radi? Val khaylil musawwama minal an'ami wal harth. An'am chorva hayvonlarini yaxshi ko'radi. Mol, oti bo'lsa, yo'q, ko'plagan qo'ylari bo'lsa hamma yaxshi ko'radi shuni. Minal an'ami wal harth, ekin-tekin bog'roqlari bo'lishini hamma yaxshi ko'radi. Alloh taolo buni aytayapti. Insonlarning qalbiga shunaqangi dunyo muhabbatini biz qo'yib qo'ydik deyapti. Ziynatli qilib qo'ydik deyapti. Lekin bu hayoti dunyoning ziynati. Ziynat, odam shu bilan faxrlanishdi. Boshqalarning oldida shu bilan sal boshqacharoq turishni xohlaydi. Lekin husnul ma'ab, chiroyli qaytish Allohning oldida deyapti. Mangu boqiy hayot Allohning. Islom boylikka qarshi emas. Islom dini boylikka qarshi emas. Balki targ'ib qiladi, haloldan topishga targ'ib qiladi. Islom dini faqat shu boylikka qul bo'lib qolishdan qaytaradi. Qullikni Allohga qilish kerak. Pulga qul bo'lib qolishdan, dunyoga qul bo'lib qolishdan qaytaradi. Chunki qul bo'lib qolsa, shu haqqini ado qila olmaydi. Zakotini bera olmay qoladi, sadaqasini bera olmay qoladi. Shuning uchun islom bu narsalardan qaytaradi. Umuman pul topishlik, ya'ni boy bo'lishlikning sabablari bor. Alloh subhanahu va taolo hammaning rizqini al-misoqda bitib qo'ygan. Ya'ni insonlarda
yaratayotganda hammaning rizqi bitib qo'yilgan. Shu rizqidan oqshi ham ola olmaydi, kam ham ola olmaydi. Ming harakat qilsin, o'zini o'tdan choqqa ursin, Alloh taolo bitib qo'yganda oladi. Lekin hadislar keladiki, inson shu sabab bo'ladi. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisida keladiki, kim istig'forni o'ziga lozim tutadigan bo'lsa, doim aytib yuradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo undan g'amini ketkizadi. Dardlarini aritadi. Va yarzuquhu min haysu la yahtasib. Kutmagan joyidan uni rizqlantiradi deydi. Demak, istig'for aytishlik ham rizqni jalb qiladigan amallardan bittasi ekan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo aytadiki, Nuh tilidan faqul tustagfiru robbakum innahu kana g'affara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwalin va banin. Ya'ni Nuh alayhisalom qavmiga aytibdi. Ey Robbinglarga istig'for aytinglar. Ya'ni Allohga istig'for aytinglar dedim. Innahu kana g'affara. Chunki istig'for aytsanglar, Rahmon G'affor, gunohinglarni kechirib yuboradi. Va yursilis samaa, osmondan sizlarga bulutlarda yuboradi. Osmonda bulutlar yomg'ir yog'diradi. Un bilan sizlarga o't-o'lanlar o'sadi. Hayvonlaringlar shularni yeydi, semiradi, sut beradi. Va yumdidukum bi amwalin va banin. Agar istig'for etsanglar, sizlarga shu banin, amval, mol, dunyo bilan va farzandlar bilan siylaydi, madad beradi sizlarga deydi. Demak, istig'for ham rizqni jalb qiladigan amallardan bittasi. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, tasahharu, saharlik qilinglar, chunki saharlikda baraka bor deydi. Demak, saharlik ham barakani omillaridan bittasi ekan. Saharlik qilish kerak va bunga ixlos qilish kerak. Payg'ambar aytdi, albatta shu narsa bo'ladi degan narsa bo'lish kerak. Biz bugun o'tadigan hadisimiz, 2 yil oldin aytgan hadisimiz Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Imom Buxoriy va Imom Muslimda rivoyat qilingan muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Hurayra roziyallohu anhu qol, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma aati munfiqan khalafa va yaqulu al-akhar Allahumma aati mumsikan talafa." deydi. Abu Hurayra rivoyat qilayotgan bu hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, bandalar tong ottiradigan har kuni samodan, osmondan 2 ta farishta tushadi yerga. Va ulardan bittasi aytadi: "Allohumma aati munfiqan khalafa" deydi. Ey Allohim, bugun infoq qilganga o'zing o'rnini to'ldirgin deydi. Yana bittasi aytadiki, Allohumma aati mumsikan talafa. Bugun pishirlik qilgan baxilga talofatini bergin deb aytadi deydi. Hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam osmondan har kuni tong saharda 2 ta maloikani tushishligini aytayapti. Va bu farishtalar qaysi shaharga tushishini aytmayapti, qayerga tushishini ham aytmayapti. Demak, biz e'tiqod qilamiz, osmondan har kuni 2 ta maloika tushar ekan. Va bulardan bittasi duo qilar ekan, duoyi xayr. Ikkinchisi duoyi bad qilar ekan. Duoyi xayr qilgan: "Ey Allohim, bugun o'zidan biror narsani seni yo'lingda chiqargan odamga o'rnini to'ldirgin, evazini bergin, barakasini bergin" deb duo qilar ekan. Bu farishtaning duosi. Farishtalarning duosi ham ijobat. Ikkinchi maloika duoyi bad qilar ekan. Bugun pishiqlik qilgan mumsik baxilni talofatini bergin deyapti. Lekin bu farishtalar qancha chiqarishda aytayotgan yo'q. 1 so'm chiqaradimi, 5 so'm chiqaradimi, 100 so'm chiqaradimi, 10 dollar chiqaradimi, 50 dollar chiqaradimi, har kuni aytmayapti. Har kim o'zini cho'ntagiga qarab. Hatto 1 so'm chiqarsa ham har kuni inson chiqarishni o'rganish kerak ekan. Agar shunaqa 1 so'm bo'lsa ham chiqarsa, Alloh taolo uni shu farishtaning duosi ijobat bo'lib shunga to'g'ri kelib qolsa, Alloh taolo barakasini beradi, deyapti. Demak, har kuni nima qilish kerak ekan? Ertamanda bomdodga chiqib ketganda yoki chiqqandan keyin yoki uydagilarga tayyorlab qo'yish kerak ekan, bir korobka qilish kerak. Korobka. Oldin bo'lardi kapilka deydi. Shunga inson o'zidan bir narsani chiqarib turish kerak, har bir odam. Shu farishtalarning duosiga musharraf bo'lish uchun. Undan tashqari har kuni chiqargan odam har xil balolardan qutuladi. Har xil kasalliklardan o'zini saqlab oladi. Bo'lmasam baribir nariy farishtaning duosiga uchrayapti. Bu bilan inson o'zidan baxillikni ketkizadi. Baxillik insonni ichiga kirib ketgan, o'rnashib ketgan. Har kuni chiqarishga odatlansa, buni farzandi ko'radi.
farzandi ham demak berib turish kerak ekan, otam berardi deydi. Demak, shunaqangi saxovatli odamlar, oilalar dunyoga paydo bo'ladi. O'rganadi yosh avlodlar ham. Ularning ko'zida qilinsa, uydagilar shuni qiladigan bo'lsa, har kuni olib, keyin sizga shu farishtalar duo qiladi, farishtalarning duosi bilan inson boyib ketadi. Bunga misol qilib shu paytda ham bitta misol aytgan. Bo'lgan voqea, insonlar buni tajriba qilgan. Bu yigit 2 kun oldin menga aytdi. Lekin unga davrab 10 tadan ko'p odam menga aytdi. Shuni qilib biz boyib ketdik, rostdan shunaqa bo'lar ekan dedi. Demak, ixlos qilish kerak. Payg'ambar aytayapti deyish kerak. Bu Buxoriyda kelgan hadis. Shu arab mamlakatlarida ikkita dugonani mana bo'lgan voqeasi bor. Bir dugona ikkinchisiga telefon chopdi. Salom alaydan so'ng, o'rtoqjon, bormisan? Ancha bo'ldi, mana universitetlarni bitirganimizni ham bir ko'rishmay qoldik. Bir ko'rishaylik debdi. Keyin ikkinchisi, bo'ldi, yaxshi bo'lardi, men ham shuni bir o'ylab turuvdim. Biznikiga kel, mehmon qilaman debdi. Bo'pti, boraman debdi. Bu aytdiki, men senga uyingga mashina jo'nataman debdi. Bunisi, "Yo'q, mashina kerak emas, o'zim boraman uyingga" desa, "Yo'q, biz hozir boshqa joyda yashaymiz. Sen uyimizni bilmaysan" debdi. "Bo'pti" debdi. Aytib vaqtni belgilashganda haligini uyiga mashina kelibdi. U mashina ham endi allambalo mashina, oddiy mashina emas ekan. Qarab hayron bo'libdi. Studentni xotini, student. Keyin mashinaga chiqibdi. O'rtog'inikiga ketyapti, dugonasinikiga. Ketsa, ular yashaydigan joy emas. Boshqa shahardagi eng boylar yashaydigan mahalla. Bu hayron bo'ldi, bu shofir adashib qolmayaptimi o'zi? Desa, shu mahallaga kelibdi-da, uylar ham hammasi baland-baland. Bir chiroyli baland uyning yoniga kelib to'xtabdi. Hayron bo'lgan bu mashinada o'tirgan. Eshikni qiyo ochib, ichkaridan dugonasi kutib olibdi. Mashinadan tushiblar, dugonasi bilan salom alaydan keyin, "O'rtoqjon, tinchlikmi? Xazina topib oldinglarmi?" debdi. "Bunaqa bo'lib ketibsizlar" desa, "Hozir ichkariga kirsang, uyda aytib beraman" debdi. Keyin ichkarida o'tirib gaplashib aytishibdi. Kuyovim bir kuni masjidga chiqqan ekan. Masjidga chiqsa, imom bitta hadis aytibdi debdi. Ya'ni shu hozirgi Abu Hurayraning hadisi. "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilani fa yaqulu ahaduhuma Allohumma aati munfiqan khalafa va yaqulu al-akhar Allohumma aati mumsikan talafa." Ya'ni har kuni tong otarkan, Allohning ikkita osmondan malakalari, farishtalari tushadi. Ulardan bittasi shu duoyi xayr qiladi bergan odamga, ikkinchisi duoyi bad qiladi pishiqlik qilganga debdi. Shundan keyin erim aytdi menga, bir korobka yasab qo'ydik. Ki har kuni shu kuyovim masjidga chiqib ketayotganda shu 1 riyaldan olib korobka solib qo'ydim debdi. 1 riyaldan olib, ularda riyal bir eng kichkina puli. 1 riyaldan olib solib qo'yardik debdi. Keyin 1 oy bo'ladi, to'lib qoladi. Keyin olib ko'chada ko'rgan bitta muhtojga beramiz debdi. Muhtojga berib olamiz debdi. Hech qancha vaqt o'tmasdan shu erim ishlari yurishga ketdi, shunaqa bo'lib ketdi debdi. Demak, buni payg'ambarimiz aytayapti. Inson shunaqani hayotida qiladigan bo'lsa, mana hozir ko'p tushib qolishlar, oldirib qo'yishlar qaroqchilarga, bankrotlar bo'lib qolyapti-yu, shu narsalar oldi olinadi. Nimaga bizda shunaqangi mushkilalar, muammolar bo'lyapti? Chunki zakotini berishlik qiynalib qolayotgan bo'lishimiz mumkin. Sadaqalarni chiqarishlikda shu e'tibor bermayotgan bo'lishimiz mumkin. Muhtojlar odamlar kelsa, pishiqlik qilayotgan bo'lishimiz mumkin. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo boshqa yerdan balolarni jo'natayotgan bo'lishi mumkin. Shunga har kuni shunga odatlanadigan bo'lsak, shunaqangi mol mulkimizni saqlab qolishimiz mumkin. Ya'ni o'zi arzimas narsa. 1 so'mdan beri bo'lsa ham odam katta pulni saqlab qolishi mumkin. Shuning uchun hadislarda ham keladiki, ihfazu amwalakum bis sadaqa deydi. Mollaringlarni, dunyo davlatlaringlarni sadaqa bilan saqlab olinglar deydi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu hadisni o'rgatgan ekan. Abu Hurayra rivoyat qilyapti. Ya'ni mana shu hadisda bu yil Ramazon 1437-yil aytdik. Mana 1438-yil yana bir necha odamlar yana bir eslatib qo'ying, shunaqa bo'ldi deb kelsa ajoyib emas. Amin. Alloh subhanahu va taolo shu Ramazon oyida qilayotgan ibodatlarimizni o'z huzurida qabul aylasin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin. Shu Ramazonda haqiqiy ado qiladiganlardan qilsin. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa min azabil akhirah. Allohumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa an tarhamana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.